Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisi Urinova Dilfuza Shukurlayevna. Bugungi darsimiz anatomiya. Mavzumiz oyoq muskullari, oyoqni harakatga keltiruvchi muskullar. Mavzu rejasi: oyoq kamari muskullarining ichki guruhi, oyoq kamari muskullarining tashqi guruhi, son muskullarining orqa guruhi, 4-chi boldir mushaklari, 5-chi oyoqning harakatlari. Oyoq muskullari qo'l muskullaridan bir qancha belgilari jihatdan farqlanadi. Oyoq muskullari kattaligi jihatdan ancha yirik, suyaklar birikish yuzasini katta payli, uchlari esa kalta bo'ladi. Oyoq mushaklari qo'ldagi kabi chanoq kamari va oyoqning erkin qismi son, boldir va oyoq panjasi mushaklaridan bo'linadi. Chanoq mushaklari. Chanoq mushaklariga chanoq suyaklaridan boshlanib son suyagiga biriktiruvchi mushaklar kiradi. Ular chanoq son bo'g'imiga ta'sir qilib, uning uch o'q atrofidagi harakatni ta'minlaydi va birikish sohasiga qarab ikki chanoqning ichki yuzasidan chanoqning tashqi yuzasidan mushaklarga bo'linadi. Chanoqning ichki yuzasidagi mushaklar. Chanoqning ichki yuzasidagi mushaklar yonbosh, bel va kichik bel mushaklariga kiradi. Birinchi, yonbosh bel mushagi turli sohadan boshlanuvchi ikkita katta bel va yonbosh mushaklardan iborat. Katta bel mushagi duksimon shaklda bo'lib, 12-chi ko'krak va barcha bel umurtqalarining ko'ndalang o'simtalari va tanasining lateral yuzasidan boshlanadi. U umurtqalarning ko'ndalang o'simtalari oldidan umurtqa tanasi bo'ylab pastga tushadi. Yonbosh mushagi yassi bo'lib, yonbosh chuqurchasiga yotadi. Yonbosh chuqurchasini yuqori uchdan ikki qismi yonbosh qirrasining ichki labi oldingi dumg'aza yonbosh boylamidan boshlanib, katta bel mushagi bilan qo'shiladi. Chanoqning tashqi yuzasidagi mushaklar. Chanoqning tashqi yuzasidagi mushaklari yuza va chuqur qavat bo'lib joylashgan. Yuza mushaklarga dumba sohasi va chanoqning lateral yuzasida joylashgan katta, o'rta va kichik dumba mushaklari kiradi. Birinchi katta dumba mushagi odamning tik holatda yurishini munosabati bilan kuchli rivojlangan mushakdir. U yonbosh suyagining tashqi yuzasidagi orqa dumba chizig'i, dumg'aza va dum suyaklarining orqa yuzasi va boshdan boshlanadi. Mushak tolalari pastga va lateral tomonga qiyshiq yo'nalib, son suyagining dumba bo'rtig'iga birikadi. Ikkinchi, o'rta dumba mushagi yonbosh suyagining tashqi yuzasidagi oldingi va orqa dumba chiziqlari oralig'ida boshlanadi. Mushak tolalari pastga tomon yo'nalib, qalin pay vositasiga son suyagi katta kostini uchiga va tashqi yuzasiga birikadi. Uchinchi, kichik dumba mushagi o'rta dumba mushagi ostida yotadi. Bu mushak oldingi va pastki dumba chiziqlari o'rtasidan katta o'rg'ich o'ymasi chekkasidan boshlanadi. Mushak tolalari pastga tomon yo'nalib, son suyagi katta kostining oldingi lateral yuzasiga birikadi. 4-chi, keng fassiyani faranglovchi mushak oldingi yuqori yonbosh o'simtasidan va yonbosh qirrasining unga yaqin qismidan boshlanadi. Mushak sonining keng fassiyasini yuza va chuqur ravog'i o'rtasida pastga yo'naladi. Faoliyati: yonbosh boldir fraktini taranglaydi, sonni bukadi. Noqsimon mushak dumg'aza suyagining chanoq yuzasidan
dumg'oza chanoq teshiklarining lateral tomonidan boshlanadi. U katta o'tirg'ich teshigidan o'tib, son suyagi katta ko'sti uchining medial yuzasiga birikadi. Bu mushak katta o'tirg'ich teshigini butunlay to'ldirmaydi. Faoliyati esa sonni tashqariga buradi, uzoqlashtiradi. 6. Ichki yopqich mushak. Yopqich teshikning chekkasidan va yopqich pardaning ichki yuzasidan o'tirg'ich suyagining chanoq yuzasidan boshlanadi. 7. Yuqori egizak mushak o'tirg'ich o'simtasidan boshlanadi. 8. Pastki egizak mushak esa o'tirg'ich bo'rtig'idan boshlanadi. Ikkala egizak mushaklar ichki yopqich mushakning ustki va pastki tomonidan yo'nalib, kichik o'tirg'ich teshigi orqali chanoq bo'shlig'idan chiqadi va son suyagi katta ko'sti chuqurchasiga birikadi. Bu rasmda ko'rinib turibdiki, son suyagiga birikkan ko'ndalang targ'il muskellari, son mushaklari tik holda yurishi va tanani vertikal holda tutishi ta'minlab, uzun suyak richaklarini harakatga keltiradi. Shu sababli ular uzun bo'lib, katta massali, bir nechta boshli, 2 boshli, 4 boshli va bitta payli mushaklarni hosil qiladi. Sonning oldingi guruh mushaklari. Bu rasmda ko'rinib turibdiki, sonning oldingi bo'lak mushaklari ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Tikuvchi mushagi yonbosh suyagining oldingi ustki o'simtasidan boshlanadi. Bu mushak odamning eng uzun mushagi hisoblanib, sonning oldingi yuzasini yuqoridan pastga va medial tomondan yo'naladi va katta boldir suyagi bo'rtig'iga birikadi. Birikkan joyga tikuvchilar mushagi payi, nozik va yarim pay mushaklar payi bilan chatishib, yuza g'oz panja deb ataluvchi uchburchak shakldagi pay qatlamni hosil qiladi. Faoliyati esa sonni va boldirni bukadi. 2. Sonning 4 boshli mushagi. Odamdagi eng katta mushak bo'lib, 4 ta boshchasi bor. Uning har bir boshchasi alohida boshlanib, son suyagini har tomondan o'rab turadi. 3. Tizza bo'g'imi mushagi sonning 4 boshli mushagi payi ostida yotadi. Qisqarganida esa tizza bo'g'imni yozishga ishtirok etadi va bo'g'im xaltasini taranglaydi. Sonning orqa guruh mushaklari. Sonning orqa yuzasida sonning 2 boshli, yarim pay va yarim parda mushaklar joylashgan. Yuqori tomonda uning uchalasini o'tirg'ich bo'rtig'idan boshlangan joyda katta dumba mushagi yopib turadi. Pastda yarim pay va yarim parda mushaklar medial tomonga joylashib, taqim osti chuqurchasini medial tomondan chegaralaydi. 2 boshli mushak esa lateral tomonga joylashib, taqim osti chuqurchasini lateral tomondan chegaralaydi. Sonning medial guruh mushaklari. Sonning medial yuzasida bir sonni ikkinchi songa yaqinlashtiruvchi, nozik, taroqsimon, uzun, kalta va katta yaqinlashtiruvchi mushaklar joylashgan. Bu mushaklar o'tirg'ich va qov suyaklarini tashqi yuzasidan boshlanadi. Ularning boshlanish joyi qov bo'rtig'idan to o'tirg'ich bo'rtig'ichgacha bo'lgan katta sohani egallaydi. Ular son suyagining g'adir-budir chizig'ini bor bo'yiga birikadi. Endigi mushaklarimiz bu boldir mushaklari. Oldingi katta boldir mushagi boldirning oldingi yuzasidan joylashadi. Katta boldir suyagining tashqi do'ngsimon o'simtasi tanasining tashqi yuzasining yuqori qismi va suyaklararo pardadan boshlanadi. Mushak pastga tomon yo'nalib, boldirning pastki qismiga
uzun payga aylanadi. Uning payi ochiq boldir bo'g'imini oldida ustki va pastki yozuvchi pay tutqichlari ostida o'tadi. Bu rasmda boldir mushaklari orqasi va oldingi boldir mushaklar tasvirlangan. Boldirning orqa guruh mushaklariga boldirning orqa guruh mushaklari ikki yuza va chuqur qavat bo'lib joylashadi. Yuza qavatda kuchli rivojlangan boldirning uch boshli mushagi bo'lib, u boldirda o'ziga xos yumaloqlikni hosil qiladi. Uch boshli mushak ikki yuza joylashgan boldir mushagi va kambalasimon mushakdan iborat. Birinchi boldir mushagi ikki bo'g'imli mushak bo'lib, tizza va ochiq boldir bo'g'imlariga ta'sir qiladi. Uning ikkita boshchasi bo'ladi. Boldirning lateral guruh mushaklari. Boldirning lateral yuzasida kichik boldirning uzun va kalta mushaklari oldingi va orqa mushaklar aro to'siqlar o'rtasida joylashgan. Birinchi kichik boldirning uzun mushagi yuza joylashgan. Kichik boldir suyagi boshchasi va tanasining lateral yuzasidan boshlanadi. Oyoq panjasining mushaklari, oyoq panja mushaklari oyoq panjasi suyaklari sohasidan boshlanadi va birikadi. Ular oyoq panjasining ustki yuzasiga joylashgan yozuvchi va ostki kaft yuzasida joylashgan bukuvchi guruhlarga bo'linadi. Oyoq panja suyaklari bu mushaklar nozik harakatlar va muvozanatni ta'minlaydi. Barmoq bukuvchi va yozuvchi mushaklar mayda stabilizator mushaklar hisoblanadi. Ular yurishda oyoqning yerga to'g'ri bosishini ta'minlaydi. Funksiyalari: oyoq muskellarining asosiy vazifalari harakat, yurish, yugurish, tana og'irligini ko'tarish, muvozanatni saqlash va qon aylanishiga yordam berishidir. Bugungi mavzumuzdagi nazorat savollari: oyoq muskellari nechta asosiy guruhlarga bo'linadi? Ikkinchi, sonning oldingi qismida joylashgan muskullar qanday vazifalarni bajaradi? Mushaklar, hamstring mushaklari qanday harakatni bajaradi? Ichki son muskellarining vazifalari nima vazifalarni bajaradi? Boldirning orqa qismida joylashgan gastrocnemius mushagi nimaga xizmat qiladi? Soleus mushagi qaysi harakatlarda ishtirok etadi? Oldingi boldir mushagi timus, thalamus, adrenis qanday funksiyani bajaradi? Oyoq panja muskellari nima uchun muhim? Oyoq muskellari tana muvozanatini qanday saqlaydi? Oyoq muskellari qon aylanishida qanday yordam beradi? Bugungi mavzumuz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanada yangi va to'liq ma'lumotlar olish uchun Renessans ta'lim universiteti kutubxonasiga murojaat qilishingiz mumkin.